Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Hafta oxirida quruq va issiq havo bo'lishi kutilmoqda. Dam olish kunlari O'zbekiston bo'yicha issiq va quruq havo saqlanib turadi. Harorat kunduz kunlari 23-28 daraja, janub va cho'l hududlarida 29-30 daraja atrofida bo'ladi. Dam olish kunlari O'zbekiston bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Havo harorati kunduzgi vaqtlarda 23-28 daraja, janubda va cho'l hududlarda 29-30 daraja atrofida bo'ladi. Kechalari esa 10-15 daraja atrofida bo'ladi. 11-12 oktyabr kunlari shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayib, ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Toshkent shahrida havo asosan biroz bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. 11 oktyabrda 24-26 daraja, kechasi esa 10-12 daraja. 12 oktyabr kechasi 12-15 daraja, kunduz kuni 26-28 daraja issiq bo'ladi.